Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi obzorimizda Tecno Spark Slim smartfonimiz va kichik yordamchim Muhammad Amin. Hammaga salom. Xo'p, smartfonimizning ko'rinishi iPhone Airga o'xshaydi, lekin narx tariflama juda ham hamyonbop va buni qulayliklari juda ham ko'p. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi plus tomoni IP64 standartiga ega, bu degani chang va suvdan telefonimizda saqlanadi, himoyalanadi. Undan tashqari bunda bitta funksiya bor ekan, Bluetooth orqali telefonda gaplashsanglar bo'ladi. Buni video davomida sizlarga tushuntirib o'taman. Ekraniga keladigan bo'lsak, bu smartfonimizda 144 Hz ekrani bilan jihozlangan. Bu degani 4K videoni bemalol hayotda ko'rsanglar bo'ladi. Akkumulyatorimiz 5100 mAh. Bu degani smartfonimizni 1,5 kun bemalol ishlashligiga yetadi. Smartfonimizni hozir ochib ko'ramiz. Upakovkasini ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rsatma ichidan nima borligini. Mana ungacha smartfonimizni olib turaman. Smartfonimiz Zaryadniy устройство. Zaryadkamiz 45 vattda, adapterimiz 45 vattda zaryadga bera oladi smartfonimizga. Nima bor ekan? Javob. Prozrachniy matga ekan. Bu safar chexolimizda rezinka emas ekan, ya'ni plastmassa aralash matva rangda ekan. Xo'p, smartfonimizni o'ziga keladigan bo'lsak, ko'rinishi aslida ochib ko'rsataman. Dizayniga alohida e'tibor bersanglar bo'ladi. Nimani eslatadi o'rtoqlar? И bunda nasriyani ko'targan narsa ham bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Ekranimizni ko'rsanglar bo'ladi. Chetlari juda ham ingichka ishlangan va qo'lingizga ushlaganingizda juda ham yengil telefon va tutganingizda ham, gaplashganingizda ham maza qilib ishlatasizlar. Smartfonimizni va hozir men sizlarga ekranimizni chistotasini ko'rsatib beraman. Ya'ni hozir 4K video qo'yamiz, sizlarga ko'rsatib beraman. Juda ham tiniq ko'rsatib beryapti. Gapirish mumkin emas. Sizga qalay yoqdimi ekranimiz? Zo'r. Qanaqa ko'rsatib beryapti? Chiroyli. iPhone'ga yaxshimi? Qatdan bilsa yaxshiligi? Yarchi ko'rsatadi, xira ko'rsatmaydi. Yorug'. Chiroyli ko'rsatadi. Chiroyli ko'rsatdi. Xo'p. Smartfonimizni ko'rdinglar. Endi buni xonaming o'sha ko'ringchi. Qani, obunachilarimizga nimadir tinch smartfonimiz haqida. Chiroyli telefon ekan, olishni tavsiya qilaman. Olib qolinglar, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Barcha smartfonlarimizga 10 yillik kafolat bor va yoqimli bonuslarimiz ham bor. O'rtoqlar, obzorimiz agar yoqqan bo'lsa, podpiska bilan like bosish esingizdan chiqib qolmasin va smartfonlarimizni openshop.uz saytimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bye bye.